Agarda siz kripto sohasidan daromad qilib turgan bo'lsangiz, lekin bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, siz javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan P2P hamda arbitraj savdolar haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham hype qilishayotgan mavzulardan bittasi. Ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi yangiliklarda 17 yoshli bola qanchadir pul aylantirib, javobgarlik tortilishdi va qanaqadir o'sha biznes sentrlarda ishlab turgan odamlarni hammasini qamoqqa olishdi degan yangiliklar ko'p chiqmoqda. Ya'ni hammasi o'sha kripto sohasiga taqalmoqda. Ya'ni kripto sohasi orqasidan ishlashgan va kripto sohasida daromad qilishgani uchun javobgarlikka tortilishdi degan narsani berishyapti. To'g'ri, noqonuniy pul aylanmasi degan so'zlarni aylantirishyapti, lekin kripto so'zini aylantirishgani uchun ko'pchilik bu narsadan qo'rqib qolishdi. Keling, bugun sizlar bilan o'zi kripto sohasidan qanday daromad olish yo'llari bor va qaysi biri qonuniy hamda qaysi biri noqonuniy degan savollarga javob topamiz va sizlarni o'ylantirib turgan barcha savollaringizga bu videoda javob berib o'taman. Birinchi o'rinda sizlar bilan gaplashishimiz kerak bo'lgan narsa bu shu kripto sohasida qanday daromad olish yo'llari bor degan savolga javob topa olishimiz kerak. Birinchi o'rinda bizda spot savdo bor. Ya'ni arzonga ol, qimmatga sot. Oddiy aytganda, bitta oddiy matematika, $100 olgan narsangiz 10% ko'tarilsa, siz $10 foyda qilasiz. Va yerda qanaqa savdo bo'ladi desangiz, talab va taklif ortidan savdo bo'ladi. Oddiy misol uchun sotib olayotgan narxidan kimdir sotayotgan bo'lishi kerak. Kimdir sotayotgan bo'ladi, kimdir qimmatroq narxdan sotayotgan bo'ladi, kimdir esa o'sha qimmat narxdan sotib olayotgan bo'ladi. Va shuning orqasidan kimdir tahlili o'xshamagan hisobiga, kimdir qimmat narxdan olib qo'yib zarar qiladi. Zarar qilish qanaqa? Erta likvidatsiya degan narsa yo'q, to'g'ri. Vaqtinchalik zarar degan narsa bor. Erta talab va taklif tez o'zgargani hisobiga narx yana ko'tariladi. Lekin siz ana shu talab va taklif degan tushunchani yaxshi bilsangiz, spot savdoda yaxshi daromad qila olasiz. Chunki sotib oluvchilar va sotuvchilar orqasidan bizga grafiklar kelib chiqadi va grafiklarda biz o'sha o'zimizning instrumentlarimiz, o'zimizning strategiyalarimiz orqali biz tahlil qilamiz va o'sha tahlilimizga asosan savdolar ochamiz. Ya'ni risklarni hisobga olganda bu spot savdo bo'ladi. Masalaga sodda qilib tushuntirdim, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Albatta savollaringiz qolgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingisi bizda future savdo, ya'ni kreditlar hamda kontraktlar asosida savdo qilishingiz. Sizga hech qanaqa aktiv egalik huquqi bo'lmaydi. Spot savdoda esa siz aktiv egalik qilasiz. Future savdolarda esa siz hech qanaqa aktiv egalik qilmaysiz. Ya'ni forex savdolarda ham xuddi shunaqa. Ya'ni erta siz kreditlar hamda kontraktlar asosida savdo qilasiz. Siz depozitingizga nisbatan sizga kreditlar ajratishadi yoki kontraktlar ajratishadi. Ya'ni sizning depozitingiz $100 bo'lsa, misol uchun future savdoda 10x, 20x degan tushunchalar bor. Forex savdoda 0.1, 0.01, 1 lot degan tushunchalar bor. Aynan shu tushunchalar bular kreditlar degani. Ya'ni depozitingizni shuncha barobar ko'paytirib berishadi. Ya'ni 10x degani shu 10 barobar siz depozitingizni ko'paytirib savdo ochib berishadi va o'shanga nisbatan siz foyda qilasiz. Shuning hisobiga futures hamda forex savdolarida daromad katta bo'lishi mumkin, lekin risk yuqori. Futures hamda forex savdolar bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi, lekin spot savdo ham, futures savdo ham, forex savdo ham hech qanaqa javobgarligi yo'q. Asosiysi yerda amalga qatnashmasangiz, amal tushunchasini sizga tushuntiradigan bo'lsam, ya'ni pul yuvilishi, P2P savdolar, arbitraj savdolarga qatnashmasangiz bo'ldi. Ya'ni O'zbekistonda registratsiya o'tgan birjadan siz aktiv sotib olasiz va o'sha USDT kiritgan vaqtingiz, spot savdoda aktiv sotib olmoqchi bo'lsangiz, USDT kiritasiz. O'sha USDT kiritishdan oldin siz O'zbekistonda litsenziyaga ega kripto do'konlardan USDT olishingiz kerak. Ya'ni olishda ham, sotishda ham xuddi shu urinishda amalga oshirishingiz kerak. Agarda bu narsalarga e'tiborli bo'lmasangiz, siz javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Albatta o'sha litsenziyaga ega birjalarda savdo qilishingiz va kripto do'konlaridan, litsenziyaga ega kripto do'konlardan USDT olib-sotib qilib, siz bemalol aktivga egalik qilish huquqingiz bor va hech qanaqa javobgarlik huquqi yo'q edi. Hech qanaqa javobgarlik tortolmaysiz. Futuresda ham xuddi shunaqa, forex ham xuddi shunaqa. Lekin futures bilan forex bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi. Endi bizda keyingisi bu arbitraj savdo. Arbitraj savdo bu nima desangiz, ya'ni bizda turli xil birjalar bor, kripto sohasida turli xil birjalar bor. Hamma birjada narx tafovati bor. Ya'ni arbitraj savdoda qanday daromad qilaman desangiz, birjalar o'rtasidagi narx tafovutidan daromad qilasiz. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsam, sizga Bitget birjasida Bitcoin narxi hozirgi vaqtda necha mana ko'ramiz. 64670. Misol tariqasida Bitget birjasida shu $64670 savdo qilinayotgan bo'lsa, Binance birjasida balki u 65000, balki $66000 savdo qilinayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni narx tafovuti bo'ladi birjalar o'rtasida. Ya'ni siz nima qilasiz? Bitget birjasiga kirasiz, Bitcoin olasiz va Binance'ga tranzaksiya qilib Binance'ga sotasiz. Shu orqali daromad qilishingiz bu arbitraj savdo, lekin bu ham noqonuniy savdolarga kiradi. Ya'ni siz yerda noqonuniy pul aylanmasini amalga oshirayotgan bo'lasiz, ya'ni hech qanaqa nazoratsiz to'lovlarni amalga oshirganingiz hisobiga javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Shuning hisobiga bu savdolar ham taqiqlangan. Hozirgi vaqtda ko'rib turgan ko'p videolaring ham xuddi shu arbitraj savdo bilan shug'ullanishgan. Ya'ni qaysi davlatda bor birja, misol uchun O'zbekistonda ishlaydigan birjalar bor, O'zbekistonda ishlamaydigan birjalar bor. Asosan O'zbekistonda ishlamaydigan birjalarda narx tafovati juda yuqori bo'ladi. Misol uchun Koreyaniki, chet elda va Amerikaniki bilmaydi, xullas ko'p.
boshqa davlatda birjalarda narx tafovati yuqori, shuni hisobiga ertadan olishadi va O'zbekistonga olib kelib sotishadi. Yoki O'zbekistondan olishadi yoki yo'q olib sotishadi. Shuni hisobiga bu arbitraj savdo bo'lib qoladi. Ya'ni pul aylanmasini siz nazoratsiz amalga oshiryapsiz. Shuni hisobiga siz javobgarlikka tortilish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Va eng asosiysi bitta P2P savdo haqida gaplashadigan bo'lsak, hozirgi kunda ko'rib turgan ko'p yengilliklaring ham shu P2P savdosi orqali kelib chiqyapti. Ko'rib turgan bo'lsanglar, qo'lga olinganda ko'p pala telefonlar, ko'p pala kartalar, shunga o'xshash juda ham ko'p instrumentlarni terib qo'yishibdi. Ya'ni aytdim, bilsangiz bo'ladiki, ya'ni karta ko'pmi, bilingki yerda pul aylanmasi bo'lgan, ya'ni nazoratsiz to'lovlarni amalga oshirishgan va ular noqonuniy pul aylanmasi qilishgan. Ya'ni asosiy bitta P2P savdoda nima qilasiz? Birjaga olib kiradigan pulingiz yoki chiqaradigan pulingizni o'rtasida turadigan odamlar. Sodiq aytganda ko'chada turgan dollar purishlar sizni dollaringizni maydalab berishadi, sizdan arzonga olib qolishadi, bankka borib qimmat sotishadi yoki teskarisi xuddi shunaqa savdo qilishadi. Shuning orqasidan daromad qilishadi. Birjalarda ham xuddi shunaqa savdo bor, ya'ni bu P2P savdo deb nomlanadi. Ya'ni USDT olishga, USDT chiqarishga o'rtada vositachilar turadi va ular shu USDT sotadi va oladi, shu tariqa daromad qilishadi. Lekin bu noqonuniy daromad olish yo'liga kiradi va shuning uchun ham litsenziyaga ega kripto do'konlardan siz oldi-sotdi qilishingiz kerak. Ya'ni P2P savdolar shu tarzda olib boriladi. Ya'ni o'sha narx tafovuti bitdi ham dollarni arzonga ol, qimmatga sot, o'rtada vositachi bo'lgani hisobiga ular shu narx tafovutidan daromad qilishadi va bu narsa noqonuniy savdolarga kiradi. Hozirgi kunda o'sha Instagramda hype qilishayotgan narsalar ham P2P hamda arbitraj savdolar. Ular noqonuniy savdolar. Lekin siz spot hamda futures yoki forex savdolariga ishlasangiz hech qanaqa sizga javobgarlik yo'q. Asosiysi bitta qadriyat degan narsa bor. Qaysi biri sizning qadriyatingizga to'g'ri kelsa, o'sha qadriyat bilan ishlayverasiz. Albatta o'sha spot savdoda ham, forex savdoda ham, futures savdoda ham asosiysi siz P2P savdolarga aralashib qolmasangiz, ya'ni pul kiritish, chiqarish, o'tkazma tranzaksiyalarda faqatgina litsenziyaga ega kripto do'konlarni amalga oshirsangiz, sizga hech qanaqa javobgarlik yo'q va pul yuvilishi, amel tushunchasi bu pul yuvilishi. Ya'ni pul yuvilish tushunchalariga aralashib qolmasangiz, sizga hech qanaqa javobgarlik bo'lmaydi. Litsenziyaga ega kripto do'konlardan sotib oling va soting va asosiysi O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan birjalarda savdo qiling va qadriyatingizga qaragan holda savdo qilsangiz sizga hech qanaqa javobgarlik yo'q. O'ylaymanki bu aytganlarim sizga juda ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kripto sohasida juda ham ko'p daromad olish yo'llari bor. Asosiylarini sizga aytib o'tdim va asosiylari va yaxshi pul olib keladiganlarini aytib o'tdim. Lekin bitta noqonuniy va qonuniy jihatlarni ham sizga solishtirib berdim. Qadriyat jihatdan ham solishtirib berdim. Agarda savollaringiz qolgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda shu savollaringizga ham Xudo xohlasa javob berib o'tamiz. Va eng asosiysi bizning YouTube sahifalarimizga va Telegram sahifalarimizga, Instagram sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agarda bu video sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yoqib, videoga bitta like bosib qo'ying. Keyingi videolarim chiqishiga sizni hissangiz juda ham katta. Agarda siz bu sohadan qadriyatlarga e'tibor qilgan holda daromad qilishni istasangiz va bilim olishni istasangiz, Ustokinda offline hamda onlayn darslari mavjud. Shu videoni biosda men adminimiz linkini qoldiraman. Telegramdan o'tib bemalol yozsangiz bo'ladi. Sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Lekin sizda vaqt yo'q, men offline darslarga qatnasha olmayman, onlayn darslarga ham qatnasha olmayman, lekin daromad qilishni istayman degan savollar sizda paydo bo'layotgan bo'lsa, sizga men Ustokinning sun'iy intellektini tavsiya beraman. Hozirgi kunda O'rta Osiyoda yagona Ustokin sun'iy intellektda ishlab turibdi va sizga moliyaviy maslahatlar beradi. Qaysi aktivni sotib olishingiz, qanaqa take profit qo'yishingiz, qanaqa stop loss qo'yishlaringiz haqida ham batafsil ma'lumot beradi. Bu sun'iy intellektni siz olsangiz, sizga boshlang'ich ta'lim beriladi. Ya'ni qanaqa sotib olish, qanaqa ishlash, qanaqa narsalarga e'tibor qilishlik kerakli narsalarga sizga hammasi aytib o'tiladi va signallardan qanday daromad qilishligini ham tushuntiriladi sizga. Agarda siz signallardan daromad qilishni istasangiz, adminimizga murojaat qilaverasiz. Sizga signallar bo'yicha batafsil ma'lumot berishadi. Bu video sizga juda ham manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Mikrofon faqat shunaqa turdimi video davomida? Yo'q, qo'yib.